Yana ham bitta narsa aytmoqchiman, buxoroliklar. Sizlardan iltimos, buxoroliklar. Ko'p buxoroliklar ham chiqyapti. Men aytmoqchiman, buxoroliklar, sizlardan iltimos. Buxoroda karvon bozor bor. Dargar magazini ham bor. Mana shunaqa narsalar sotadigan. Azotni ham bor, salonni ham bor, nur ham bor. Hamma narsa bor magazinda. Abdurahmon degan odam. Abdurahmonmi, otini uncha bilmayman. Shu odamda bor. Karvon bozorni ichiga kirgandan keyin tilla sotayotgan bozorchasi bor o'zini. Ana shu yerda. So'rasanglar mana anaqa qilinadi. Toshkentliklar ham ko'p chiqadi. Toshkentda ham o'zida ham bor. Hammasi Toshkentdan olib keladi. Boshqa qayerdan olib keladi. Xalqim to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Iloji bo'lsa mana shu narsa quruq o'zini eritmanglar. Eritganlarning yo'q ketadi. Quruqdagi qilganlaringiz bir tim bo'ladi. Aytib qo'yganim yaxshi oldinroq. Men endi mana bularni xudo xohlasa arzor qilib chiqaraman bularni. Kuydirib, blenderdan o'tkazib ko'rsataman mana shularni. Ko'rib olinglar. Mana telefonniki ham bor. Mana telefonniki ham ko'ryapsizlarmi? Mana telefonniki ham bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana kompyuterniki ham bor. Buni tashlavermanglar, buni alohida ajratib olinglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana yo'q. Alohida ajratib olganmiz. Mana bunda ham mana yo'q. Ko'ryapsizlarmi, xalqim? Mana ko'ryapsizlarmi? Hech narsa yo'q. Olganmiz. Quruq goli bo'ldi qoldi. Mana bunda bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana bu olinadi, mana bunga qo'shiladi. Men hozir mana ko'rmadim-da, endi ko'ryapman. Mana shu narsalar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hech narsa yo'q. Ana buni ishlatiladi, buni kuydiriladi. Bunda kumush ham chiqadi, oltin ham chiqadi. Buni platani o'zidan. Tushuntira oldimmi, xalqim? Kumush alohida ajralib chiqadi, oltini alohida ajralib chiqadi. Buni ham tayyorlashini azorini qo'yib beraman, xudo xolasa videosini qilib chiqaraman. Iloji bo'lsa mana bularni rossiyskiy. Mana oyoqchaliklarni ko'ryapsizlar. Bu televizorlarda bo'ladi. Svidna televizorda ham bor, rossiyskiyda ham bor. Keyin mana yaponskiy deymiz. Samsung mana bunaqa televizorda. Ana shularda ham bor. Buni tashlavermanglar. Bular kerak. Mana hammasini sindirib ko'rganman. Probasini olganman hammasini. Analiz qilib tekshirib ko'rganman. Mana yaltirayapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, yana bir ikkitasi borda, sindirib olganlarim. Mana ko'ryapsizmi? Mana yaltirayapti. Mana shu narsa. Ko'rdingizmi? Tekshirib ko'rganman. Bor bunda. Xudo xolasa bularni kuydirib, blenderdan o'tkazib, taxlashni ham ko'rsataman xalqim. Mana shu ko'rgan bo'lsanglar,